Assalomu alaykum. Vatandaşlar, bugün biz Mustaqillik Yolda izlanish programmamızın 11-sonini meşede başladık. Bugün programımızga Doktor Mehmet Ünal efendimni teklif kıldık. Bu programımızga hoş geldiniz. Assalamu alaykum, hoş bulduk. Avaz yaxşımı jürə? Yaxşı. Avazım yaxşı durdu bugün. Aldın qitim biz bu programınınki yerimizde to'xtab qolgan edik. Bugün hem de bu programınınki ahırını davamlaştırmaz. Hem de bu ziyali temisi bilen tutuşup kaldık. Bu tema bek çoğun tema. Her qitim bu tema tilga ilinganda ko'nglimiz bek yerim boldu. Sebep hem de ziyalilarnınki haqni so'zlab vaqti turmaganda. Mustaqillik deb yo'lga chiqdik, ammo bu sipimizda ziyalilarimiz kamdan kam uchraydi. Gerçi ilgari Cumhur Reisi G'ulom Osmon efendim ziyalilar toplumumuzdaki ba'zilar qarta kitap ortilgan eshak, diplomli qora qo'saq degandek keskin raddiya bergan bo'lsa-mu, lekin bu videolarni ko'rganlar jiq bo'lishini atayin bo'lsa mush videoni qayta ko'rib, mush mazmunlarni qayta takrorlasak, ziyolilar to'g'risida tug'ilgan savollar kallamizda aniq bo'ladi. Mehmet Emin efendimninki ekrani qorong'u bo'lib qoldi. Mehmet Emin, bizning har qatim shunda hozir kelib turib texnikalik masalalar ko'rildi. Hamda men shaxsiy nuqtadan G'ulom Osmon efendimninki qarashlariga to'liq qo'shilaman. Oldin qitimliq suhbatda biz ziyolilar degan uqumni bildik va uningga misollarni oldik. Bugun biz izchil savol so'roq shaklida suhbatimizni davomlashtiramiz. Mehmet Emin efendim yo'qolib ketdi. Bu bir texnikalik masala ko'rilgan bo'lishi mumkin. Mehmet Emin, Ağlamadım jürə. Yerim yolda men ağlamaya çıkıp kaldım bombada. o nimadim yo'q, nimadim yo'q turdi. Qayta kirib boqamsiz? Qayt kireyim. Okey. Tamam. Mehmet Emin efendimninki texnikalik masala ko'rilibdi. Hozir qayta kirmoqchi, shuni saqlab turyapmiz. Ko'rmanlarga saat bo'ldi. Biz oldin qitim ziyoli degan bir uqumni so'zlab o'tgan edik. Mehmet Emin efendim bu uqumga oid atrofli javob berdi. Ziyoli deganning bir axloqiy uqum ekanligi, cho'qim vaqti turish, millat uchun haqni so'zlash kerakligi, faqat diplom olgan odamlar ziyoli bo'lish salohiyati yo'qligi to'g'risida nurg'un misollarni bergan. Biz bugun bu misollarni kengaytmoqchi edik. Ammo texnik masalasi ko'rilib qoldi. Hozir saqlab boqaylik, bo'lmay qolsa kelar qatim ko'rishamiz balkim. Saat bo'ldi. Bugun bizning bu yoqda yomg'ir yog'ib, balkim shu signalga ta'sir qilayotgan bo'lishi mumkin. Kirdingiz. Chiqmadingiz.
Mana endi bo'ldi. Bo'ldi. Endi ichildi. Xo'sh. Biz aldın qatim temamizninki azroq yerda to'xtab qolgan to'q. Vaqt uzrab ketib, savolimizning az bir qismi qolgan. Ziyoli to'g'risida hukmlarni bir o'rtoqlashdik. Hamda biz bu qatim savoldan bevosita şeyle men qildigan gapni oldin gapdan boy deb bo'ldim. Hamda millatchilik o'z navbatida millat uchun xatarga yuzlanishni ko'rsatadi albatta. Ammo bizda bexatar millatchilik avj oldi. Bunda xatarsiz millatchilikni bizga yechib bera olamsiz? Bexatar millatchilik to'g'risida bir so'zlab bergan bo'lsangiz. Savolingizga rahmat. Millatchilik bizningki mavjudligimizda, siyosiy tariximizda ve kunlik hayatımızda intayin muhim o'rinda turadigan bir ideya, hatta ideologiyaning bir qismini ko'rsatadi. Uyg'urlarningki millatchiligi tarixi bek uzun, onunla bek kirib ketmey programının münasebeti bilen. Ama şu bugün siz tilga olgan bexatar millatchilik degan şu hukmni azroq yechishga to'g'ri keladi. Amaliyotda mustamlik ostidagi millatchilik bexatar bo'lmaydi, ham bo'lmasligi kerak. Chunki mustamlikaning o'zi bexatarlikninki yo'qolganligininki bir cho'ng bir misoli yoki bir realligi. Bunda bir reallikda bunun qarshi turadigan kuchlarninki, bo'lapmi ma'naviy kuchlarninki eng muhimi albatta millatchilik bo'ladi. Bizdinki 1949dan tortib Xitoy mustamlikachi tarafidan yo'qotilayotgani bizning milliy kimligimiz bo'ladi ekan. Bu milliy kimlikni barliqqa keltirish va buni bir davlatning qurilmasining ichida saqlab menishninki zaruriyatida millatchilik bek muhim rol o'ynaydi. Bu yerda millat yo'qolayotgan ekan, bu millatninki bir ideyasi, hayotlik bir irodasi o'ttirg'i chiqish kerak. Bu albatta millatchilikdan chiqadi. Qısqa şu Uyghur millatçı to'g'risida qisqa bir nuqtani deb o'tib ketish kerak. Bu yerda birisi o'tgandan azroq deb o'tdim. Ya'ni 1950-yillarning boshidagi mush 55chilar harakatida Jo'llega yozilgan ash xatninki Uyg'urlarninki siyosiy taqdirdagi roli intayin cho'ng bo'lgan. Buni biz burilish nuqtasi desakmi bo'ladi. Buni shuningdan keyin Xitoylar intayin cho'chib Uyg'ur millatchiligini asosli nishon qilib ta ki hazırlıkçı bastırıp geliyordu. Yani bu yerde ilgili oңçıllarga qarşı turuş nimesi bilen, banası bilen bastırdı, medeniyet inqilabıda chetki bağlangan unsur eksil inqilabçı, yana bir nim degandek bir muncha böhtamlar bilen bu bizningki millatchiligimizni bastırdı, hem bu millatchiligimizga sahip chiqqan millatchilarimizni bastırdı. Ondan keyin biz 80-yillarga kirdik. 80-yillarninki xili ko'p qismini Uyg'ur millatchiligininki gullangan bir davr deyishga bo'ladi. Bu yerda biz asos qilib aytgan vaqtimizda birisi Uyg'urlarninki qadimiy asarlarini radlash, ularni bizningki milliy engimizni, kollektiv milliy engimizni, g'ururimizni tiklashdagi eng muhim bir ma'naviy qurilish sifatida ishlatdik. Buni nurg'unlagan ziyolilar bek muhim rol o'ynadi bu vaqtda. Bu shunday bo'ldi. Ammo shu vaqtda biz tunji qatim bexatar millatchilikninki biz bir o'rnakini ko'rdik. Men buni ochiq misoldan bir ishni olay. Masalan, Urumchida 80-yillarda 2 qatim cho'ng o'quvchilar namoyishi bo'ldi. Buni hammamiz bilamiz. To'g'ri. Bu 2 qatimlik o'quvchilar namoyishining oldida tug'anlar shu vaqtdagi o'quvchilar bo'ldi. Ammo biz hech zaman bu harakatlarda o'zininki jinini sapirishga tayyor, fidokor bo'libmi darsxonlarda, qavoqxonlarda yoki bulung pushqoqlarda o'quvchilarning quliqiga millatchilik to'g'risida dars o'tgan o'qituvchilarni va ziyolilarni ko'rolmaymiz. Bu o'qituvchilar va ziyolilar shu vaqtda mening anglag'animda va keyin azroq o'qiganimda ba'zi o'quvchilarni yavaş ulashqa hukumat bilan tirkashmaslikka chaqiriqiga ishlar bor. Ya'ni bizni papilashga bizni qarshi turmaslikda muhim rollarni o'ynagan deyishga bo'ladi. Tunji qatim biz bexatar millatchilikninki o'rnakini ko'ramiz. U vaqtda men Oq bayroq emas degan she'rni yozgan Abdurim O'tkirmi shu o'quvchilar harakatining oldida chiqib namoyish chiqarligini yo'q.
Manda şiddet qabaq. Şu Uyg'urlarninki şu o'quvchilar namoyish qilayotgani Uyg'urlarning oq bayroq emasligini bildirdigan ikki qatimliq namoyish shu tuğu. Hatta ularninki o'tirg'i qo'ygan talablarning ichida ajoyib talablar bor. Masalan, atom bombasiniki sınaqlarını to'xtatish, Xitoy aqollarini to'xtatish qatorliqlar bu Xitoy uchun bir g'oyat zo'r bir siyosiy bir o'zgarishni derak beradi. Ham Uyg'urlarninki nimalarni talab qildiganligini murassasiz o'tirib qo'ygan bu o'quvchilar. Bu ham shu biz deyotgan bizni yetaklagan shu vaqtda ki ziyolilarning cho'ng orzusi. O'quvchilar bunga ishongan. Ammo shu ishda bu yerda biz bir hech qachon shu vaqtda bizni yetaklagan, biz cho'ng bilgan, biz beshimizni ko'targan ziyolining birsim yo'q orasida. To'liq o'quvchilar chiqadi, o'quvchilar qarshilik bildirdi, o'quvchilar suhbatlashadi, eng oxirida o'quvchilar jazolanadi. Bu ishning bilan tugaydi. Bu bizningki vatandagi bexatar millatchilikninki eng bir mandachilik etgan vaqtida bir sharmanda misoli deyishga bo'ladi. Ani 90-yillarning boshlarida yana shu o'xshash Abdurim o'tgan qatim bu bir asar bayqaldı-ku. Abdurim O'tkirninki Sharqi Turkiston tarixi atalg'u emas, siyosiy atalg'u emas, jug'rofiy atalg'u emas, ya'ni yig'ib aytsak, hech nima emas deb inkor qilgan yeri bor-ku. Bundaq bir gapning o'ttirg'i chiqishi albatta bu bexatar millatchilikninki yana bir xil sharmanda bir misol bo'ladi bu. Ya'ni bu gapni demayim o'tib ketgil bo'ladi. Albatta bu agar bu ziyolilarimiz o'zining jinini qo'g'digan bo'lsa yoki jinini asirgan bo'lsa, o zaman bu gapni qilmasimi bo'ladi. Bu gapni turg'un olmas degan gap emas bu. Masalan, ishqisilish tursak, agar besim o'xshash desak, turg'un olmasdan Abdurim O'tkirni bir yerga qo'ysak, turg'un olmas boshqa gap demay o'lib ketdi. Abdurim O'tkir eng oxirgi gap deb o'lib ketdi. Oxirgi shu Xitoycha baribir. Ammo Uyg'urlarning beshi tushidi. Ya'ni biz beshimizni ko'targan bir albatta bu gap yomon cho'ng g'ulg'ula qo'zg'ab ketgani yo'q. Ziyolilar ayni vaqtda biz men u chaqda oliy maktab o'qiyotgancha uni Qashqarda o'qiyotgan men Urumchida bu gapni qanchalik nima qilganligini men bilmayman. Ammo men keyin 93da chiqib Urumchida ishlagan vaqtimda men bu voqeani azroq anglagandim-da. Shu vaqtda bizningki maxfiy ba'zi bir ziyolilarninki bir suhbatimiz bo'ldi, talash tortishimiz bo'ldi. Şu vaqtda biz Uyg'urlarga haqiqiy vakillik qiladigan ziyolilarni tepishdan bak qizlangandik. Ya'ni bizningki irodamizga, milliy irodamizga vakillik qila oladigan ziyolilarningki yo'qligidan bak nim qilgandik, azoblangandik. Texidami muhimi, texidami echinishli bu yerda biz shu vaqtda ziyolilarni tepib ularga bir o'zimizning hurmatni bildirib, hatto cho'qinish tayyordik. Biz shu vaqtda Əmdəli 22-23 yaşdan qarşısına yaşlar bulaşıqımızlar, əgər bizni yetəklədiğən ziyali bolsa, biz üçün qurban, həqiqi qurban verəlediğən, yəni sözülen hərəkətdə bir ziyalilər bolsa, biz şu vaqtın özdə mən nurgun ziyalini bilmə Ürümçidəki cinimizni təsəddüq qılışqa razıyıq. Doğru. Amma biz tapanmağan bunu. Yəni bir içiniş yeri nimeti desəniz, biz əmdə bir adamını düşünüşkə başlasaq, bir ziyalini götürüşkə başlasaq, onun ilgiri yazğan bəzi bir əsərlər çıxıb qaladı. Yoki bir yer degan gaplarni anglab qolatdik. Urumchi ajoyib bir g'alati bir yerligini men his qilgan. Shu chaq buni men bu aslimni 3-chi xil tafsir yozmoqchi ziyolilar to'g'risida. Va bugun shu suhbat munosabati qisqacha bitib ketay. G'alati yer nima degan vaqtida millatchilik har qanday bir so'rindinki asosli temisi bo'ladi. Buningda shak yo'q. Xitoyga qarshilik bir umumyuzlik bir ijtimoiy bir kayfiyatda. Buningda shak yo'q. Ama qarıştırış kelgan vaqtida yoki buning uchun badal to'lash kelgan vaqtida haliqi bir satirilik bir masala bor-ku, haliqi mushukning bo'yniga chashqalninki haliqi maslahatida mushukning bo'yniga qo'ng'iroqni kim asadi deydigan kelgan vaqtida chashqalning hammasi titrab ketadi, chachqan qolmaydi. Yani hammamiz chashqandek yashaydik-da. Endi bu o'xshash ahvol 2009-yilda yuz berdi. Buning bilan men bexatarlik millatchilikning oxirgi bosqichini deb o'tib ketay. 2009-yil 5-iyul qirg'inchiligi albatta uningdan ilgari Shoganda bo'lgan Uyg'ur ishchilarninki ochiq oshkor holda intan qabih, vahshiyona usulda o'ltirilishiga bo'lgan norozilikdan kelib chiqqan. Buni bilamiz-ku. Shu vaqtda men to'rlarda shu vaqtda Uyg'urlarninki ba'zi aktiv to'rlar bor. Masalan, izlanish to'ri deymiz, Bag'dash to'ri deymiz, Salkin deymiz, yana boshqa degandekda
Bu yerde bu vaqtki uçurlar şu kadar çıktı. Ben chet elde yaşayotgan bo'lganligim uchun üntünsiz bu hareketni kuzatdim de şu torlarga kirib yalgan namlar bilan ismlar bilan kuzatgan vaqtimda bir cho'ng bir namoyishninki qarshilik bildi. Ya'ni bunda degan vaqtda adolat talab qilish. Buzib chiqish emas u vaqtda deyilgan vaqtida adolat talab qilish qo'li bilan adolat talab qilish chaqiriqini men anladım shu chaqda. Ammo bu chaqiriqni qilayotganlar yana ashada shu vaqtning o'zida ko'zi ko'ringan ziyolilar emas. Ya'ni buni deb qo'yay. Ammo vijdoni qaynaydigan jamiyatda ma'lum bir ta'siri bor, nurg'unlagan o't yurak yoshlardi. Keyin bu shunday bo'ldi-ku, bu ishlar bo'lgandan keyin. Xo'sh, 5-yil qirg'inchiligi bo'ldi. Uyg'urlar istiqlik holda to'plashib harakat qildi. O'ziniki dardini to'kdi. Ammo u dardni anglaydigan odam bo'lmadi. Qarang'i tushib kutildi. Shu vaqtgacha azroq qalayimqanchilik chiqdi. Shuning bilan oxirida Uyg'urlar keng ko'lamda qirg'inchilik uchirdi. Buni bir to'zaq ekanligini keyin his qildik. Buni yaqinda bizning shu vaqt ishlagan bir ismini unutib qoldim. Bir qarindishimizningki bir so'zi bor ekan, yaqinda bir nimasi bor ekan, so'kti bor ekan. Shuni debdi. Shu saqchidimi, nima amallik nima saqlash degan bir bola ismini unutib qoldim, kechirim so'rayman. Demak, bu bir to'zaqdi. Mayli qanda bo'lsin, bu ningda yana ziyolanib ko'ramiz. Bu yer ikki narsani deb o'tib ketayman. Birisi men keyin 2017 chet elga chiqqan bir ziyoli hozir xili oldin men aytgan bir ziyoli bolalar bir gap orliqida mush nuqta so'radim men bir kuni. Siz shu kuni 5-iyul kuni nima dedingiz dedim. Ürümchidan bitingiz samadi. Nima dedingiz desam, men bizning xizmat binosida aldirash ish bor dedi. U kuni haftaning oxirida bir kun edi. Ammo o hamma Sharq Turkistondan hamma yezi qishloqlarigacha qo'zg'alib ketdi desak bo'ladi u kunda. Chunki mening ko'rayotganim shu edi to'rlarda. Bu kadar zor uçurdu, siz qanday qilib buni qatnashmay qoldingiz dedim. Desem uduq buduq qilib qoldi. O qatnashmagan ekan haqiqatan uningga. Bu birinchi gapim. Ikkinchi gapim, ben 94-yili Ürümchida mening bir do'stim bor edi. Maktabdan qo'g'ilib ketib, keyin bu shu Dönkövrükdə azan kiyim-kechak paypoq bijimini satdi-da bu bola. Mening yaqin do'stim ham savodishimdi. Ben bununla bazı çağda yardımlaştım. Ben basam, vaktim bo'lib qolsa, ishdan tushgan vaqtlarimda. Yaqinda to'y qilgan bola edi. Shu chaqda uning ayoli ash vaqtdagi shu Dönkövrükdagi bozor boshqaruvchilarda va boshqa Uyg'urlardan ko'rayotgan bular bozor boshqaruvchilarining zulmidan qaqshab bir kun shunday deb ketgan. Zardisan degan shu ayol. Hargiz ko'z oldimdan ketmaydi. Bir kunlari biz qo'zg'alib, mushu zulmga qarshi tursak, sen ziyolilar senler bir yerde bizim elimizde bombaysa biz yalgı kalıp öldüğünü biz hiç nimiz yok namratla çünkü bizim yok tutan nimimiz yok biz candan toyduk degen şu ayal bana. Hoş hem daha gep kileyde 5-yil qirg'inchilik gapga. Demek biz ko'pinchimiz bu mu bir xil biz chet elga chiqib ketdik, biz millatchi edik, bir ishni qilishga ko'zimiz yetmadi, keyin chet elga chiqib ketdik. Bu bir xil kechish shakli amaliyotda. Bu turib tursin. Ama aş ayalınki, aşı dostumdan ayalının aş gepini oylasam hazırlıkça yürküm örtündü meninki. Nima degan vaqtida haqiqatan 2009-yil 5-yil qirg'inchilik vaqtida o't yurak balla. Yezi-yezlardan, nay-naylardan, shahar-shaharlardan chiqqan ash balla jenini sapadi ashqa. Ama bu yerda biz ba'zi ziyolilarninki nimasi bor deb qarayman. Yetekleşi bu deb qarayman. Çoğun cihat ilpetqa vaqtda keyin biz bu qahramonlarni bilgan vaqtimizda bu qahramonlarninki ko'pinchisini biz bilmaydiganligimizni his qildik. Ya'ni bu nomsiz qahramonlar yoki biz bildigan hali yuqori turgan ziyolilar emas, yoki yetakchilar emas, yoki shu biz ko'rgan millatchilar emas, balki jamiyatning tuvan qatlamida yuragi qaynab turadigan, adolat izlaydigan, naqshiga chidamaydigan aşı g'ururliq bir avlod, to'ptuluq bir avlod yoshlar ekanligini ko'rdik. Endi yig'ib kelsam, bexatar millatchilik degan vaqtimizda millatchilik degan mafkurini mang'izgan odam ziyoli bo'ladi. Endi bu ziyolilar bexatar millatchilikninki to'niga ichiga kirib olgan vaqtida, u vaqtda bu ishni qiladigan odam yo'qsullar bo'ladi. Men o'tgan bir gapni dedim, qisqacha deb o'tib ketay. Ziyolilarning o'rni har vaqt nihoyatda murakkab, qo'sh qatlamli bo'ladi. Ziyolilar ikki toshning orasida ezildigan bug'doyga o'xshaydigan
Nimbaga unutadigan yağıl taşlar deymiz go. Üstüde hükümranlık var. Yani hükümran güç var. Bizdeki de müstemlik güç var. Aslında yoksulluğun, milyonluğun Uygur halkı var. Bu ziyalilerin köp kısmı da ben şunu kögendim ki ben Ürümçi'de bular köpüncüsü şu hukuka hizmet kılışka buyuruldu iken. Onun üstüge Ürümçi'ye bağa vaxtımda ben Kaşgar'dan çıkan adli hukukçu yoksul bir hizmetçiyim de Ürümçi'de. Benim şu ziyaliyle arlış köge vaxtımda nime diye vaxtda Ürümçi intayın galit aldıki bir kültürünü, sap kültür, yani töven şekildeki Uygur kültürünün aslındaki bir şöbe kültürünü yetiştirgen kente. Bunun da ziyaliler gerçi yezi kışlıklardan çıkış çıkarmay, namrat yerden çıkış çıkarmay, ayağa çıkıp azıra hizmet erişkendekiler bir xil bayaşaçılıktan ki şehirden adamdan ki royunu iziqtirdigan kızıqışlarga məftun bolğanlığını köygen ben. Undaq bolmasa dehqan bolmaq təs degan şiir roz degan şiirni bizdeki Xotendeki bir şairimiz yazmaydı. Onu Ürümçideki şu yezden çıkan şu yezden özünün yezisinden avval obdan biladigan dehqanlarınki nalı peryadıga kulaq selish jürütü var şu adamlar bilish kerakdi. Ama o onda bolmagan. Mening Ürümçide köygen ziyalilerin içinde köpünçe bir xil aqsımaklik bir xil hadisini köygen ben. Yani bu yerda tabiiy holda Xitoy tarafidan yo'llantirilgan bir tutum imtiyozli ziyolilar bilan Xitoyninki o yo'llantirishiga azroq bosh egmayrak mustaqillik tirishayotgan oz sondagi g'ururliq ziyolilarni ko'rganman. Ammo ko'pinchisi Xitoy bergan imtiyozlarga tayangan va Xitoyninki degan yerdan chiqadigan ziyolilar bo'lgan. Shuni ular unga rozi edi. Chunki u Uyg'ur jamiyatida yuqori qatlam bir ziyolilar tipini shakllantirgan. Bu ziyolilar tipininki ballari hali ham chet elda bor. Xitoydan manfaatlantirilgan shu bir tabiqaning ballari ta hozirgacha chet elda yashayotdi. Uning ustiga baxtiyor yashayotdi. Bu ziyolilarninki asos masalan biz qarab boqaylik. Uyg'urlarning ziyolilarininki tarqalgan yerlari ko'pincha hollarda matbuot, gazet jurnal, maktab qatorliq yerlar tarqalgan Uyg'ur ziyolilarda ham shu yerda xizmat berilgan bularga. Ama çoğun işler, mesela çoğun soğudu işlerde, mesela çoğun zavodlarda, harbiy işlerde ve başkalarda Uygur ziyalilerin köygülü bulmaydı. Elbette bu şerait tarafında yaratılgan bir ahval bu. Bizimki tanlışımızdan halkagan bir alet bu. Fakat biz ziyalilerin şu yer ama yani nurgun ziyaliler adli dershanni ceng meydanı gibi paydalanıp nurgulluğun ösmürlerini yetildirip çıktı. Bununla ait misallar körmenen. Hemimizin beşide bir uluk bildiğin bir okutuşlarımız var. Bunu ben demisem bilimiz. Ama Ürümçideki ziyaliler işi tekademe mürekkep bolgan. Çünkü hukuka yakın buluş, ularga intayin qattiq bir tanlashni o'tirib qo'ygan. Ya'ni ya huquq xizmat qilish yoki mustaqillik, mustaqil bo'lmaydi ideologiya jihatda, yoki xalqning tarafida turish. Ko'pinchisi xalq tarafida turolmadi. Ko'pincha ziyolilar xalq tarafida turolmadi. Uni turolmaslik sababi nima? Birisi imtiyozdan ayrilib qoladi, ikkinchisi ustidagi xalqning ichidagi yuqorida turgan ziyolilikdek andaq bir tonni kiyib turolmaydi. Turli sabablar bilan ular u xil bedelni to'lashni xohlaydi. Shuni ular tabiiy holda bir xil bexatar millatchilik. Og'zida boshqa gap qiladi, yurki boshqa so'qadigan, bir-biriga qarama-qarshi bo'lgan bir xil ziyolilik shakllanadi. Uning ustiga biz bilamiz. Biz masalan atishlik vaqtlarimda men ko'rdim, Ürümchidan bir ziyoli kelibdi desa, o ziyolining kimligi xalqning nima qilganliklarini hisoblashmay, dasqan silinib uning oldiga u kutilinadi. Ya'ni yuqoridan kelganni tuvan kutilyapti. Xudo hozir men Uyg'urlarning orasida Amerikadan kelganni boshqa davlatdagilar yuqoridan keldi kutib olgan o'xshash bir xil jug'rofiyaviy jihatdan shakllangan bir xil tabiiy sistema shakllangan bizda. Yuqori tuvan degan bir nima shakllanganda. Shunda bo'lgan vaqtda bular ziyolilar bu xil tuvandagilarning hurmati ve özüden bir narsani kutayotganlikdek ümididan foydalanib nurg'unlarning g'adayotganligini men ko'rganman. O g'adayganlarninki o vujudidan, uning qalbidan, uning og'zidan shuni ko'tarayotgan, shuningdan bir umidni kutayotgan millionlagan xalqlarninki ahuzlarni anglaydigan bir sadoni men anglamagan. Chunki o anglamaydi o. O'zini ustidan qo'ydimi o, unda tuvandagilarning ahuzlarini anglamaydi o. Ama az sondagi ziyolilar har vaqt şu xalqlar nefestaş bo'ldi, hem şu xalqninki dadiga yig'lab, xo'shalligiga kulib, ashna qilib yashaganlar bor. Az sondagi ziyolilar, ama ko'pinchisi bexatar millatchiliklar yashadi.
Milletçi emasmiki dese sorunlarda acayip işlerini sözlep berdi. Özünün Evet. vicdanının kanda kaynağanlığını sözleydi. Ama canı küç kelgen vaqtida, intan açqışlıq vaqtlarda biz o ziyalilerini tapalmayız. Hem de bu xil bexatar milletçilik chet elda hozirmi bu xil intayin bir xil nima ahvolda bor. Ya'ni Xitoyni xap qilmaslik, Uyg'ur jamoatidan ayrilib qolmaslik. Xitoyni xap qilmaslikning usuli nima degan vaqtida kuchlik, aniq, bayroq aniq bo'lgan siyosiy faoliyatlarga yaqin kelmaslik. Uyg'urlarni xo'sh qilishning sababi nima desa, Uyg'urlar xo'sh yoqadigan gaplarni deb berib, Uyg'urlarni allaytish yoki o'zini ziyoli qilib, o'zini muhim odam qilib ko'rsatib turish. O'zi bo'y ko'rsatib turish o'tirdi. Masalan, Uyg'ur tili to'g'ri so'zlaydi. Ammo Uyg'ur tilininki bir siyosiy erkinliksiz saqlab qolmaydiganligi to'g'risida o'ylab qo'ymaydi. Siyosiy bir kurashga qatnashmay turib, bir millatning tilini saqlab qolib bo'lmaydiganligini ya ko'ngilda e'tirof qilmaydi, ya ko'ngilda e'tirof qilsa boshlig'i deb buning uchun badal to'lashni xohlamaydi. Tegidan aytsak, badal to'lashni xohlamaydi. Ya'ni bu bir ma'viliqi nimaninki Rossiyaning va boshqa adabiyot bilimi mishchank deb ziyolilar bor deymiz bu. Aqsliqlikka kirib olgan, garchi mustamlik nasibda qulluq tuzilgan nimada yashayapsizmi, qullanuvchilik aqsliqqa aylanib olgan bir xil parazitlar tipini barliq keltirgan Uyg'ur jamiyatida chet eldan buning nimasi intayin ko'p bexatarlik to'lug'i o'rnib oldiganlarda, ya'ni A tarafdan xap qilmasak, ma tarafdan xap qilmasak, A tarafdan foydalanish, ma tarafdan foydalanish. Ana shuning uchun bu yerda yana bir oxirgi bir nuqta men nima qilib qo'ydigan, ketib qo'ydigan bu yerda shu bexatar millatchilik haqida haliqi ba'zi ziyolilar bor aramizda vatandan ko'kka ko'tarilgan bu ziyolilar Xitoylar tarafidan o'g'inish ulgisi qilinib, chet elga chiqsa o'g'inish ulgisi bo'lar. Xuddi Emin Tursunga o'xshash Gomindan vaqtida ziyoli, Kommunistik partiya vaqtida ziyoli va boshqa vaqtida o'xshash ziyolida. Buning rangi o'zgarmaydi. Salobitida hech farq bo'lmaydi. Yozganlarda hech farq bo'lmaydi. Hayotining oxirida azroq bir gunoh tuyg'usi sababidan Uyg'urlarning kulturiga oid ba'zi bir asarlarni yozib qo'ydi. Ama bizning nazarimizda ko'rgan vaqtda bu ziyolilar boshdan oxir beshimizni ko'tarib berdi. Ammo bu ziyolilar bu millatninki hayot mamotlik manfaatiga qanchalik badal to'laydi degan savolga kelgan vaqtda ko'pincha o'tabat amrini kechiraveramiz biz. Kechiraveramiz. Uni kechiraversak, bu millat uchun jon ko'ydirib, Xitoyning turmini chirib tugab ketgan nurg'un ziyolilarga qanday yuz kelarishimizni bilmaymiz. To'g'ri. Agar buni maqtasak, uni maqtasa o'chaqda uni nima kirib ketdi, uni nim deb maqtash kerak o'chaqda. Agar hammani maqtash to'g'ri kelib qoldi. Agar ziyoli e'tiborning hammani maqtash to'g'ri kelib qolgan bo'lsa, ziyolilikdan kechib qurbonlik berganlik qanday qilish kerak. Shuning uchunmi men Urumchida Xitoyning siyosatiga qarshi turib so'zlagan va shuning bilan xizmatni olib qilib o'z oldiga yashaganlarni men ziyoli bek az ko'rdim. Asosan yo'q, istisno berganlar texadami yo'q. Nima uchun? Chunki ziyolilar huquqqa iqtisod jihatdan bog'langan vaqtida og'zi tuvoqlandi, bo'yni bog'laqda bo'ladi. Bu mustamlikning echinish realligi bu. Ziyolilarimizning ko'pinchimizning bo'ynimizda tasmamiz bor yashagan. Mayli e'tirof qilaylik, qilmayli. Gapni qilsak, ya turmaga kiramiz, ya xizmatimiz arilib qolamiz. Ammo qanchakimiz jur'at qilib xizmatimiz arilib qoldik, asosan arilib qolmadik. Arilib qolmasak, buning sharti bor. Xitoyning beradigan pulning bir sharti bor. O pulga yoki o pulni bergan qo'lga osiylik qilmaslik kerak. Ya'ni non bergan qo'lni u it tishlamaslik kerak degandek gap bu. To'g'ri. Aqalli savod bu. Xitoy bakoq bermaydiki u nonni yoki u pulni. Uni biz ko'rgandan keyin Urumchining haliqi havasga to'lgan, haliqi hashamatxo'rlikqa to'lgan, basishga to'lgan u hayotida u pulni olib qolsa ko'chada qolamiz. Hech kim uni jur'at qila olmaydi. Hech kim uning jur'at qilmaydi. Meni o'qituvchim, Yarmamat Tayir Tug'luq, men ikkinchi kitobim aslim yozgan o'qituvchim. U ayrilib qoldi, u oxirisi chidab o'zininki egilikini intayin tasdiqda tiklab bunda tiklab hayotini tasdiqda davomlashtirdi. Bunda ziyolilar bek az. Uning ro'yi mening nazarimda shu chaqda ozod bo'ldi. Iqtisodiy jihatdagi ozodlik shu vaqtning o'zida ba'zi ziyolilarimizni ro'y jihatdan ozod qilishga o'yin bir nimaga aylangan, vositaga aylangan. Bu savolga javobim tugadi. Rahmat. Bu nihoyat yaxshi javob berdingiz, nihoyat e'tirofliq. Bo'lib, Urumchidagi ziyolilarning ahvolini bizga yaxshi tanishtirib berdingiz. Endi bizningki asos hozir ko'rayotganimiz muajiratdagi ziyolilar. Bulardagi bexatar millatchilik degan amaliyotda tilda jinoyat, dilda xiyonat degan bir xil
deganlikdir. Bexatar millatchilik asli mohiyati Xitoydan qo'rqish. Bu sukut turgandan yomon. U millatga ta'tir tashviqot qilish, xatoga yo'llantirish yo'lni o'taydi. Millatchilikning bedel bo'ldi. Kam deganda muhojiratda turayotgan ziyolilarimiz bo'lsa-mu, haqiqiy millatchilik yo'lga mengishini umid qilamiz deb o'ylayman. Chunki muhojiratda Xitoyda turganga o'xshash undaq besim yo'q. U maaşını Xitoydan olmagandan keyin bizning bu yerda ko'rayotgan nurg'un ziyolilarimiz bu mustaqillik yo'liga qat'iy yaqin kelmaydi. Boysiz deganda bizga mi yaxshi ko'rinib turdi, lekin Xitoyga eng yaxshi ko'rindi bular. Vatanga berib kelgil bo'lgan vaqtlarda bular berib keladi, u yerdagi bolalarni bilim kuch bilan tarbiyalaydi. Bilim osonlan bo'ladi, siyosatga aralashmadi. Bularni biz ziyoli deb maqtab beshimiz qilib ketirmiz. Buning misollari ko'p. Balkim kelar qatimliq programmalarımızda bunu misalga ilib so'zlashimiz mumkin. Bugun vaqt munosabati bilan mishada bu savolga javob mishada bo'lsin. Hamda yana bir savol. Xitoy tarafidan shakllantirilgan ziyolilar, ya'ni saxta ziyolilar bizda oz emas. Ammo ajablanarli yeri muhojiratdagi Uyg'urlar orasida bu ahvol mavjud. Buning misol sifatida Shuhrat Mutallibning sahnaga chiqarilishi, hatto Xitoy shirkatiga ishligini ayon bo'lganda-mu, atalmış ba'zi ziyolilarimizning uningga chapon yepishi diqqat qo'zg'aydi. Uyg'urning ziyolisi deyilish uchun u cho'qim Uyg'ur uchun haqda turgan, haqni so'zlagan, haq uchun xizmat qilgan bo'lish kerak. Ammo biz ozroq utuq qozongan bir insonni Uyg'ur deb Uyg'ur bo'lib qolgani uchunla Uyg'urning ziyolisi deb ko'p ko'tiramiz. Natijada u hatto Uyg'urning ziyniga xizmat qildi. Siz bu ahvollarni negizidan so'zlab tushuntirib bera olamsiz? Men sizningki shu birinchi qatimliq suhbatimizdagi dastlabki ichilish nutqingizdagi bir jumlani alayman. Uyg'urlar ziyolilarning beshida ko'tirdi. U haqiqatan shundoq. Ammo ziyolilarimizningki xili ko'p qismi intayin g'urursiz va intayin fursatparast. Ash beshida ko'tarilganlik bilan bizning beshimizga bizni bilib bilmay chiqib qo'ydiganlari bekchiq. Masalan, Shuhrat Mutallibov buning bir misoli. Shuhrat Mutallibov to'g'risida ish uchurli taqalgan vaqtida biz ayni vaqtdagi anjumandagi bir qism bolalar bir sayyari bir guruhda u shu vaqtda biz kelib buningga qarshi bir bayonot e'lon qildik, inglizcha va uyg'urcha qilib. U vaqtda men Facebookda bor vaqtlarimda shuning bilan buningga yaxshi inkoslar bo'ldi. Shuhrat Mutallibovni ayblashlar bo'ldi. Hatta Shuhrat Mutallibninki bir tuqqan qarindosh Maysa xonimi buningga o'zining ifodasini bildirdi, ya'ni o'zining qarindishini aybladi. Shundoq turuqliq, ya'ni paket u qadar kuchli oldimizga tashlab turilishiga qaramay, yana nurg'un odamlarninki Shuhrat Mutallibovni oqlaganligini ko'rdimda. Xo'sh, agar Shuhrat Mutallibov bir zavodning ishchisi bo'lib Xitoyga ketgan bo'lsa, uning hukmi boshqa edi. Agar Shuhrat Mutallibov Ürümçi tug'ilib, Beijing yoki Yaponiyada o'qib, qaytib ketib, Beijingdagi bir biologiya shirkatida DNA'ninki tadqiqot qilingan bir Uyg'ur tadqiqotchi bo'lsa-mu, buning hukmi boshqa bo'ladi. Uning sizmi Yaponiyadan qaytgan yo boshqa yerdan qaytgan nurg'un Uyg'urlar Xitoyning tadqiqot o'rinlarida ishlatadi-ku, Zafar Abduz deymiz. Yana bir boshqa nurg'unlagan ziyolilar bor, qatqanlar. U boshqa gap. Chunki hukmron, ya'ni bo'lib muslimlik aslida ishlamay amaliy. Uni sen tanlagan kelsa, unda ishlatadi seni. Özünün texnikasiga, özünün qudrat tepish uchun seni ishlatadi. Ammo Qozog'istonda tug'ilgan, Amerikada bilim olgan va Amerikada ishlaydigan bir odamningki Xitoyninki, ya'ni bizni qirg'in qilayotgan, ham texidimi muhimi bizning DNA'mizni elish orqali bizga kelgusida bizni qirdigan biologik qurol ishlab chiqish mumkinchiligi bo'lgan bir davlat berib xizmat qilishi bu insonning aqldan o'tmaydi. Yani adak yapımda siz azlaq dediniz, bunu ben özgerteydi. Tıkıdım birey. Bazı ziyaliler pulunu depla kulluk kılmaydı. Ular için şeref lazım. Şöhretke muhtaç buluvatkan şeref, onunki dünyavi sahnelerde DNA tadqiqatdagi bo'sh xarakterlik bayqashlarni qildi deb uni yozgan bir o'chlik var o, bir ko'taruvchi bir o'chlik var. Shunga o'xshash bir nimani qilish. Shuni o'chlik yozgan osh guyningmi tili tutilib keyin Apple so'ramadi-ku Uyg'urlardan. Ash yozganmi? Men mana xato ko'taribman demadi-ku. Bu qadar bizdagi ziyolilarning ahvoli. Xo'sh, men o'tganda bir leksiyasini deb o'tib ketdim. Rossiya bilan Ukraina o'tirish urushiningki jidallarininki birisi Rossiyaninki, Amerikaninki Ukrainadagi DNA shirkatlarining mavjud bo'lishiga qarshi bo'lgan
degan farazlar va analizlar bor dedim. Buni men yüz bilmayman. Ama Rossiya taraf qayta dedi buni. Ya'ni Ruslarning DNA'si Ukrainada yig'ilyotidi va ularning nimasi tuzilyotidi. Bizga qarshi suiqasd shu yerda o'ylanayotdi. Shuning uchun Ukraina qildik. Mayli bu Rossiyaning tashviqoti bo'lsin, nima bo'lsin, bu yerda bir qo'rqinchli bir uchur bor. Ya'ni bir millatningki DNA'si uzil-kesil yig'ilinsa majburiy shaklda bu qo'rqinchli oqibatni keltirib chiqardi. Ya'ni bu biologiyalik qurollarni shu millatga qartib DNA'si qartib yasag'ili bo'ladi va bu millatningki dunyoning har qanday yerdagi odamlarni shuning qartib o'ltirgili bo'ladi. Buni biologiyalik irqiy qirg'inchilik deyishga bo'ladi. Shuhrat Mutallipov buni bilmaydigan yerda emas. Buni biladigan yerda. Buni bilib turib, u asli uning o'rnidan ilib ketgan vaqtda u Xitoylarningki shu vaqtda matbuotlarda ayon bo'lgan mono xabariga, ya'ni Xitoylar lagerdagi Uyg'urlarningki va lagerning sirtidagi Uyg'urlarningki DNA uchurlarini umumyuzlik to'playotdi degan mush xabar chiqqan vaqtida dunyodagi matbuotlarga shuhrat e'lon qilib, bularga o'zininki bir biolog bo'lasiz bilan qarshi turadiganligi. Buning aqsida biologiyalik irg'in qirg'inchilikdan iborat bir suiqasdning borligini deyish kerakdi. U gapni siz desangiz, men desam dunyo anglamaydi. Nimishqa? Men biolog emas. Siz biolog emas. Biz dunyoda to'nilgan emas bu sohada. Shunga dunyo buningga pisand deganmaydi bizning degan gaplarimizni. Hatto bir jamiyat nuqtasidan bayon e'lon qilsak ham pisand deganmaydi. Ammo Shuhrat Mutallipov desa, buni pisand deganadi. Shu Shuhratningki to'g'risi yozgan 2 maqolalarni ko'rib qoldim men. Shunda ba'zi yerda chet elliklarni daritlab o'tib ketibdi. Ya'ni sening millatingni qirvatsa, sen yana o'zingni qirvatgan shu hokimiyatga xizmat qilib Uyg'urlarningki DNA'si yig'ishga. Mayli u boshqa DNA tadqiqot qilsin, ammo Shuhratningki u yerga borgan vaqt ashuni qabul qilishning, taklifni qabul qilishning o'zila buningki taslimchiligidan va Uyg'urlarga xoinlik qilganligini bildirdi. To'g'ri. Bunga munozir ketmaydi. Hamda Shuhrat Mutallipovni aqlashga kelsak, bunga mening kallam ishlamaydi hamda. Ya'ni qanday ular boshqa birisini aqlasak mayli, mavi uch oshkora qotillikni qilgan davlatning qotilligiga yordam bergan bir qotillik mavi. Bunun boshqa bir sharhisi yo'q mening nazarimda. Mushunda turib, yana uningga chapani yepish millatchilik emas bu. Bu millatchilik bundami? Millat o'ltirayotgan hokimiyatga masaj qadamni millatchilik bo'lmaydi uni. Millat emas. Hang vaqtlik yoki uchiq chiqqan dötlik deyish kerak. Yoki hamoqatlarchi millatchilik deyish kerak. Her ikisi xatarlik biz uchun. Dötlik bo'lsin, hamoqatlik bo'lsin, her ikisi xatarlik biz uchun. Ya'ni bundaq bir qo'rqinchli odamni qo'llashning o'zi bu bizningki millatchiligimizning ne kadar abjash, ne kadar shalg'ut, ne kadar pasandligini bildirdi bu yerda. Xo'sh, başqa ziyolilar deyli. Başta avval onu kötürümüz. Onu kötərgəndə ikinci degan vaqtda axırs andan keyin ular nurg'unlagan ishlarni hayotida nurg'un yerda xato qilib qoladi. Andan keyin ular kelgan vaqtimizda degan vaqtda ular nazarimizdan tushdi. Masalan, yana bir cho'ng bir uchur bo'ldi. Masalan, sizning Amerikada Rishad Abbosning masalasi o'tirib chiqdi. Shundaqmi? 2017 16 bilmayman. To'g'liq Abdurazzoq tuyuqsizlar shu vaqtda Facebook'dagi vaqtimda To'g'liq Abdurazzoq nimani Rishad Abbosni Xitoyning josusi bu dedi. Bu yaman cho'ng gap bu. Nima uchun cho'ng gap? Chunki Rishad Abbos Uyg'urlarning ziyolilarining ichida ko'zi ko'ringan ziyolilarning birisi deb qaralib keladi shu chaqgacha. Uning ustiga bu shaxs ta hozirgacha Uyg'ur nimasi bor, Uyg'ur akademiyasining raisi bo'lib kelyapti. Bundaq bir cho'ng bir yerda ishlaydigan odamning oqisi bu qadar zo'r ish bo'lgan vaqtida u o'zi shu shaxs Rishad Abbos chiqib buniga ifoda bildirmadi. O cho'ng sipat turvag'ini yo'q u. Cho'ng sipat turvasi bu qadar nimaga Amerika deganda kichikgina bir qo'shnimizning bir ishda bizning bir chepimizni nima qo'ysa Amerikada aytildi sotib chiqishda yaturgan haq. Uni bilasizlar. Men robdan birisi Amerikalik mulkbijazni. Bu qadar cho'ng bir insonningki butun hayotida qilgan emgakning hammini nolga chiqarib bir boshqa bir shaxs uni jasus deyapsa, buni gap qilmaslik o'zi meni ajablantirdi. Bu turib tursin. Ziyolilar orasida cho'ng bir shavqin shakllanmadi buningga. Asıl şekilleniş gerekti. O adet gibi ziyali bo'lgan bo'lsa, yoki bir alamiyatda tutgan bir odam bo'lib qolsa, uni hukmi boshqa. Ammo u Uyg'urlarningki chet eldagi ijtimoiy hayot intayin muhim rol o'ynaydigan bir odam bu. Uningla emas, balki uning boshqa qarindoshlari intayin muhim rol o'ynayotgan vaqtda bu ish yaman cho'ng bir ishdi. Kimdan chatqi bo'ldi buningda? Faqat nima ish qildi degan vaqtda jimjitlar bu Uyg'urlarning bir xil odati, ziyolilarning odati jimjitlar o'zini sap arib
Aşı nimek akademiya tarafta birle turdigan, akademiya tarafta birle turdi, yoki Rishad Abbosni qo'llaydigan oldu, yoki uni qarshilaydigan mataraf o'tdi degandek bir ish bo'ldi. Ammo men hozir Rishad Abbosning jasus yoki emasligini bilmayman. Uni o'zi deyish kerak, o'zi bilish kerak buni. Ammo u shaxs buni demadi. Shuning bilan ko'nglimiz uchun degan vaqtida bu yerda bir qora bir dog' qoldi. Ya'ni bir gumon qolib qoldi bizda. Ammo To'liq Abdurazzoq bu vaqtda o'zining fikrlarini o'tirib qo'ydi. Keyingi qanday qo'ydi uni bilmayman. Keyingilar o'qimadim. Faqat bir yozmasi o'qidim men. U hozirgacha o'kib tudi deb qarayman. Meningcha u yozmadi deb qarayman. Ammo ma'ninki o'tirib chiqmasligi adab ajiblantirdi. Demakchi o'g'lim, ziyolilarninki biz ko'tagan, biz cho'ng bilgan, ham biz ajoyib umidlarni kutgan ziyolilarninki tuyuqsiz hayotning bir ochiq yo'lida eziqib ketishi yoki boshqalar tarafidan eziqqan insonda ko'rsatilishi Uyg'urlarninki ziyolilarga bo'lgan umidini va ularga bo'lgan ishonchini ta'virtib qo'ydi, Yamaya kelgan vaqtida vayron qildi. Endi uchinchisi misolni olib beraman, yaqinqi misolni olib beraman chet ellikka. Sadiqaji Ro'zmat o'tganda maqtadim. Shunaqo, ya'ni vatandagi vaqtida Wang Luobin degan Xitoyga eng qattiq zarbini bergan, shuni yozalagan ziyolining birisi. U chaqqicha Uyg'urlar taqibi Xitoyninki bir ziyolisini tortib chiqib turib, ismi bilan qo'lini noqib turib, qo'lingni tart o'g'ri deyamagan. Ammo bu o'xshash qo'l bu yili Aqtashliq kitob, Sharq Turkiston sürgün dokumentining Aqtashliq kitob chiqqan vaqtida menga birisi bir lentani aytibdi, shu yerda qo'rchoq hukumat degan so'zni ishlatibdi. Aqtashliq kitob qildigan sen nima eting debdi-ku. O Aqtashliq kitob degan ne? Amaliyotda Sharq Turkiston sürgün dokumentiningki cho'ng bir projelarining birisi. Hem bu Uyg'urlar emas, boshqa Tibetliklarni qilayotgan, ham qilgan bir ish endi bu. Texadami muhimi bu bir hukumat haqiqatan rost. Sadiqaji Ro'zinki rost. Hukumat e'lon qildigan bir hujjatlik bir narsa bu. Hukumatningki siyosatlarini sharhlaydigan qonun xarakterli bir xil intayin cho'ng bir nopuz ega bir hujjat bu. Agar Sharq Turkistonni biz bir davlat sifatida ko'ramisak, bunda hujjatning chiqishini aqlimizga sig'dira olmaymiz. İşçimiz adab ketidi. Yani işçimiz qanaydi. Aldı aqimizdan qon ketidi buning uchun. Demişqa, sen davlat olmatirib, xudo Sadiqaga o'xshash jo'ylaydigan ish chiqdi bu yerda. Sen davlat olmatirib qanday qilib Aqtashliq kitobni deysan deydi. Ammo Sharq Turkiston sürgün hukumatiningki hozirgi, masalan, hozirgi rais G'ulom Usmon Yag'miningki yetakchiligida rais, shuning atrofidagi odamlar shu jamiyat, shu hukumatni chet eldagi Uyg'ur jamiyatiga jamoat vakili qilgan bo'libmi? Bir xil hukumat xarakterlik, sürgünde hukumat xarakterlik bir organ deb qaraydi ekan, ularning buni chiqarish huquqi bor. Sen Xitoy chiqqan Aqtashliq kitoblarga qarshi turmaysan. Yoki qarshi tursan, uni boshqa yerda qilsa. Ammo Uyg'ur chiqsa, ajab senda chiqib qolarmi bu? Sen bir qo'rchoq bo'lsa, qo'rchoq degan gapni Xitoy ishlatadi. To'g'ri. Bizni kichikitish, salbiylashtirish, e'tiborsizlashtirish, masxirlashtirish uchun Xitoy chiqardi bu gapni. O'xshash talab bizda ichidan chiqqan zarxandli qaynab turgan mushkapni deyish, men ilgari ko'tarib kelgan, vatanda cho'ng bilgan Sadiqaji Ro'zning obro'yini mening oldimda yerlar yaksan qildi. Shaxsan mening oldimda. To'g'ri. Aqlim hayron qoldi, meniki yoqamni tutib qoldim. Bu gapni deyishim zaruriyati bor. Uning ustiga bir gapni qildi oxirsida, buni desa Xitoy ziyolilari nima deb ketadi deb. Bu Xitoy ziyolilari bo'lgan qulluqning ifodasi bu. Ya'ni Xitoy ziyolilaridan qo'rqash. Eligo bir Xitoy deyishim demadi buningga. Deb qolgan bo'lsa, anınğı bayram bo'ldi ekanda u yerda. Ya'ni demadim mana Xitoy ziyolilarining ochig'ini keltirdik deb. Xuddi bu Xitoy ziyolilari bizning ishimizga chapashlab ketib, taylab ketayotgandek bizning ishimizga. Xitoycha o'ylab ketgan gapda. To'qab ketayotgan gap, "Ava Xitoy ziyolilari nima deb qolar, shuni yuzimiz chiqib ketadi." Xuddi qirg'inchilik uchrab xotinlardan qo'g'diyamagan bir millatdan yuzimiz o'ldigandek. Bizning qatillarimizning oldida. Bu qadar zihniyat bilan men cho'ng ko'kaygan, men beshimni ko'targan yiliq ziyolining avval bu. Demakchi o'g'lim, nurg'un ziyolilarning obrazi qalbimizda asta g'ulab tushib, ma millatning yuragi qon bo'ldi. Ya'ni bir cho'qinqidek ziyoli qolmadi eng oxirgi kelgan vaqtida. Yeli bir yerda bir nima deydi, yeli bir yerda bir nima deydi. Bir qarsa ikkiga bir-birisiga zid chiqadi. Qasiq ishni bilmaydigan gap ish bo'ladi. Otirat qarsa otiratni xo'sh qilayotgan, matrat qarsa matratni xo'sh qilayotganda bir chek boshdan oxir bir yo'lda mangadigan, yo'lidan taymaydigan, gapsiz uchuq. Texadami muhimi, ma so'zi bilan harakati uchuq. Ziyolini topmak bek tez kishidi. Shuning uchunmi
keyingi kunlarda mening ziyolilarni ayrıştık eng aqalli nima ziyolilarning gapini anglamayman hozir. O kadar olamshumul gap qilsam anglamayman. Harakatiga qarayman hozir. Chunki men jiq aldandim bu gaplarga. Men jiq aldandim bu yozilgan narsalarga. Harakatiga qarash kerak. Kan. Buningda men jiq azmadim. Javobim tugadi. Rahmat. Buni nayt yaxshi javob berdingiz. Vaqtimiz oz qolyapti, lekin yana bir gapni qistirib aytayman. Bu savolni asli vaqtimiz yetmaydi. Biz Uyg'urlarda Uch Apandi deb nayt donliq Uch Apandimiz bor. Bu to'g'risida yaqinda tashviqotlar nayt kuchli shiddatla ilib berilyapti. Buning ichida bir misolni men misol qilib aytay. Mehmet Bog'ra Efendim qo'lli qurol ilib, Sabit Damallar bilan birlikda Uyg'urlarning mustaqillik uchun dastlabda otlangan ulug'larimiz edi. Ammo keyin Gomindanchilar bilan birlashib, Gomindanga oliy avtonomiya, Gomindandan oliy avtonomiya talab qildi. Lekin biz hozir yana Mehmet Bog'rani mustaqillik uchun bir umr kurash qilgan degan bir til bilan maqtab turyapmiz. Bu yerda bir ziddiyat bormi qanday? Ama men degan gapga tushdi bu. Ya'ni ziyolilarninki Uyg'ur ziyolilarining bek az bir qismini boshdan oxir bir prinsipda bir mezonda mangan holatda ko'rmaymiz. Yomon azlarni ko'ramiz. Masalan, mana deylik. Uch apandi yashagan shu davrda uch apandini baholashda masalan, nayt qaymaqsaq Mahmud Muhitini asos qilsak bo'ldi, o'lcham qilsak bo'ldi. Mahmud Muhitini nima qildi? Mehmet Bog'ra, Eysa va boshqalar nima qildi degan mush nuqtaga kelsakda, Mahmud Muhiti bu Mahmud Muhiti haqiqiy mustaqilchi deyishga bo'ladi. Ma'lum selishto'g'a vaqtida. Chunki u boshdan oxir bu Xitoyning hilmikilariga aldanmadi, ham heliqi Xitoyningki orduga chaqirib turib qatl qilishadigan hilisiga tushmadi. Ma Xo'janiyazdan Temir Xalif ikkisi o'xshash o'rakka aqoqidan tushdi-ku. Sizib qo'ygandek tushdi-ku bular. Aldı belgilab qo'ygandek tushdi. Ichilishga yalir bu taqa. Ama o Xitoyninki rezil niyatlarini bilganlik uchun ham ularga ishonmadi, ham bular bilan birga ish faoliyat qilishga unimadi. Ama ma ishkalanga kelsak, bular Xitoylar bilan ishbirlik etmadi. Hattoki bularninki ayni vaqtdagi G'oljida qurilgan ikkinchi jumhuriyatdagilar bilan bo'lgan to'qinishtirim bor. Nemishqa? Chunki bular Gomindanninki ayni vaqtdagi Sharq Turkistonda yurgizmoqchi bo'lgan siyosatning tashviqotchisiga aylandi. Ya'ni texnikada keskin desam, bular siyosiy dallallik qildi Gomindan uchun. Men Eysaning o'tirib tursin, uning dallalligiga zodi yomon jiq paklik, ama bu Mehmet Bog'rani men tushunmayman. Nima uchun degan vaqtida 33-yil Qashqarda qurilgan Sabit Damallar mürni turib mustaqillik uchun kurash qilgan bir odamninki Gomindan bilan ishbirlik yapar. Unimi tushunayman. Gomindan bilan ishbirlik ilib berish orqali ozodlikka erishmoqchi deydi. Ammo kimning ozodlikka erishdi? Masalan, kimda qutulmoqchi? Ayni vaqtdagi Shinseydan qutulmoqchimi? Onu da qutulsa deyli. Onu da qutulsa o Gomindan Shinseydan yaxshilamda bo'lmaydi. Chunki ikkisi o'xshash Xitoy. Faqat uni kiyib olgan shapkasi va shapkasi kimga nimasi o'xshamaydi. Kakari o'xshamaydi ya boshqa belgisi o'xshamaydi. Ammo jirki Xitoy hammasinikida. Ular bilan birlashib bir muncha ziyonlarni soladi. Eziqidi. Aldınıdı. Dötkün aşkarlaydı. Anadayken çık ketidi. Muşu vaqtdan kelsak, Uyg'urlarda nim bo'ladi degan vaqtda g'oyat zo'r bir qaymoqish paydo bo'ladi. Ya'ni sen 33-yil nima kurash qilgandan 45-yil nima kurash qilyapsan. İkisi tam boshqa ikki kurash bu. 33-kisi mustaqillik ko'rishi, 45-dagi mustaqillik ko'rishi, ammo mustaqillik bo'lgan vaqtda chet kuchlar bo'libmi, Gomindandan xoli aldiki erishildigan Gomindan bo'lsin, Kompartiya bo'lsin, har qandaydan xoli erishildigan, ammo bu yerda Rossiyaninki yoki sobiq so'chbaqning yordamiga tayindigan bir xil mustaqillik holati bu. Ammo bu yerga kelgan vaqtimizda biz bu xil aynib ketishni ko'rgan vaqtimizda aqlimiz hayron qoladi. Yana bir misol keltirayman. Masalan, Nimshid Damollam armiya eli deb shoirimiz bor bu. Bu odam ikkinchi jumhuriyatda armiyaninki mollisi, ya'ni armiyada diniy xizmat qilgan odam. Shu ko'k bayroqninki g'ulji osmonida lapildiganligini ko'rgan odam bu. To'g'ri. Uning ustiga Allohga shahodat aytib, askarlarga jihad to'g'risida so'zlagan odam bu. Jihadni kimga qiladi?
besvag'ishlarga va kafirlar qildi. Dini to'xtalib ketgan vaqtida. Buni so'zlagan odam bu. Tangla 49'dan keyin bu shoirimiz tonulmoqchi bo'ldi. Buni men Abay degandek ziyolilarga bir nom, bir shuhrat, uningga bir ashada bir o'rin, bir hurmat lozim bo'ldi. Shuning bilan u nurg'unlagan ishlarni qildi, yozmaydigan she'rlarni yozdi. Qilgan ishni butunlay mana chiqqan nolga yakka poq qildi. Ilgari qilgan ishlarni. Hattoki shu Zurun Qodirga naiti ichinchlik yoki odamning g'azbini keltirgan chillab do'shkishlab qilgan yerlar bor ekan. Mana bu Avstraliyadagi Ahmad Egamberdi kamdiki bir asmasi deyildi ekan bu gap. Ya'ni Zurun Qodir kim? Zurun Qodirmi 2. Cumhuriyetda xizmat qilgan shu vaqtdagi yosh bir muxbir. Armiya ile damillam kim? O'xshash Cumhuriyetga, o'xshash maqsadga, o'xshash bayroqqa, o'xshash Allohga e'tiqod qiladigan bir shoir. Ikki odam mana nima almashgandan keyin hokimiyat almashib Uyg'urlar Xitoyning mustam tushgan vaqtda birisi butunlay Xitoyning ketmini chapadigan odam bo'ldi. Hattoki Zurun Qodir echinib chiniqish degan qanday qizil Lauz hikoyani yozib o'ttirdi yerda. Keyin o'zi aqlini topadi Zurun Qodir u hujjatdan ilg'ar boshqalarga qaraganda u odam. Uning o'ziga Uyg'ur adabiyotining jurki Zurun Qodir degan. Uyg'ur adabiyot tilining yaratquchisining birisi u. Xo'sh, keyin armiya eledam Nimshehid pushaymon qiladi. Pushaymonni she'rda putadi. Ma Yalqin Rozning bir maqolasi va ziyolilarmi yozg'ish shoirlar nima pushaymon qiladi degan bak muhim bir temani o'ttirib qo'ydi Yalqin Rozi. Ya'ni bu yerda nurg'unlagan aqli o'yg'oq vijdonini ba ziyolilar hayotining oxirisida o'zininki davrning qashamallariga usul o'ynaganligini ochiq o'ylaydi. Nimshehid pushaymon qiladi. Abdurim O'tkir Hidoyat nomida pushaymon qiladi. Az nimami Seyfidinmi oxirisida umrdoshlar azroq qiladi-yu, ko'pincha qilmaydi u. Endi bu yerda bir gap bor. Buni men Yalqin shu maqolasida degan demaga jazm qilolmayman. Bu ko'proq mening degan gapim bo'lsin hozircha. Demak, bizda bir pushaymon bor degan gap. Muhimi bizningki shu intayin qattiq siyosiy besim ostida bizning tanlashimiz bo'lgan deganni bildirdi. Ya'ni bu tanlash nima? Shu Mamtun Bo'g'roning oldidimi yoki Xitoydan uzlukesil ayrilib ayrim ish qilish yoki Xitoy bilan birlashib ish qilish ikki tanlash bor ekan. Nayt oddiy desak, uning birisini tanlayolish mumkinligi bor. Agar buni yo'q desak, u chaqda Mahmud Sijangning oldidagi o'xshash tanlashni tushuntirolmay qolamiz. U nima ish qilgan tanlaydi, sen nima ish qilgan tanlamaysiz, o'xshash sharoitda degan gap chiqdi bu yerda. Uni nima ish biz qahramon deymiz, seni nima ish qahramon deyishda tilimiz kekashlaydi degan gap chiqdi bu yerda. Nimshehidga o'xshash. Nima uchun boshqa shoirlar bunday she'rni yozmaydi, ham o'zininki bir sabtki sabdishini sen o'xshash Xitoyninki deb o'ynab aytlamaydi, sen nima ish buni qilasan degan gap chiqdi. Uningga ish tanlash berilgan. Yoki Xitoy xizmat qilish, yoki jim turish. Xizmat qilish qarshi turolmasa jim turish. Hech nima qilmaslik, she'r yozmaslik. Nima ish qilsa u she'rni? Chunki u she'r yozmasang Xitoyning xo'sir erishib, üstü turolmaysan. Uyg'urlarningki esilzodisi yoki o'tgan qitimdagi sarxili Xitoy tarafidan tarbiyalab yetishtirilgan sarxil bo'lolmaysan, biz tiklab berdi. Buning uchun sen sabdishni setishing kerak. Bu gapimni yig'sam, mustamlik sharoitidagi Uyg'ur ziyolarininki intayin ichinchi holati bu. Xalq bilan Xitoy hokimiyati o'tirisida qaysini tanlash kelishamay ezib tushirish. Ko'pincha hollarda Xitoyni huquqni, nomni yoki shu o'rinni ko'zlash va uning uchun xizmat qilishga o'zini bet ko'tarish. Bu bet ko'targan vaqtda burunqi maski, prinsipi va xalqdanki jonajon manfaati hammasini tashlab qo'ydigan gap. Buni nima deymiz eng oxirisida? Psixologiyada buni narsist deyish kerak. O'z maftunchilik deyish kerak Uyg'ur ziyolilik demislikki. O'zining manfaatini ko'zlash, o'zini ko'tarish, boshqalarni qilmas, hattoki o'zining qilayotgan ishga tam aks ish qilsa-mu nomus qilmaslik. Az bir qismi bu jihatda pushaymon qilish. Bu qo'rqinchli avval bu Uyg'ur ziyoliligidagi bu. Hali ham bu davomlashyapti. Hali ham ziyolilarimizning oldida ikki tanlash bor. Tarixniki oldimizdagi 100 yil jarayonida barliq ikki tanlash bor. Ya millatniki mustaqillik o'lib uchun kurash qilish yoki buning uchun arsal dolab
yapsam pişami, kömsem pişami deb dilg'illik qilib, qo'rqinchlikni oshkorlash. Bedel to'lashga tirishmaslik yoki bedel to'lamaslik yoki ish ko'zimchilik qilish. O'xshash. Tarixda o nimaninki Nimshitni oldiga kelgan qismatmi shu, Sabit Damlomni oldiga kelgan qismatmi shu, Seyfiddinni oldiga kelgan qismatmi shu, Abdurim O'tganni oldiga kelgan qismatmi shu, Zulun Qodirni oldiga kelgan qismatmi shu, Üç Efendi'nin oldiga kelgan qismat. O'xshash qismat. Chunki qismatimiz o'xshash, sharoitimiz o'xshash, mustamlikimiz o'xshash, g'oyamiz o'xshash bo'lishi kerakdir. Ammo tanlashlarimiz tam bir-biriga o'xshamaydi. Ham qarshi. O bir-birimizga o'xshamaslikni turib tursin. O bo'lib turadigan ish bu. Hatto o'zimiznikiga o'xshamaydi. 10 yil burungi prinsipimizda 10 yil keyingi prinsipimiz osmondan farq qiladi. Tushunga bo'lmaydi buni. Bir mantiq yo'q buning orasida. Bu yerda bir umumyuzlik bir İngilizce bir gap var, comprehensive framework yok bu yerda. Yani adam aqli bilan tushunadigan bir xil ramka yo'q bu yerda. Yani bir formulaga tushadigan bir holat yo'q bu yerda. Formula o'zgarib turdi. Formula o'zgarib turgandan keyin natijasida qiyos qilib bo'lmaydi. U natijasi nima bo'ladi bu chaqda? Ishonchsiz bo'ladi. To'g'ri. To'g'ri. Rahmat. Bu asli vaqtimiz bo'lgan bo'lsa, bizning yana bir savolimiz bor-edi va boshqa so'zlashadigan, suhbat qilgan temalarimiz bor edi. Menimcha biz yana bir qatim buni texnik amaliy misollar bilan yana bir qatim qilsak deyman. Chunki bizda qabli kirdik, biz boshlab kelib, o'tirda tushuntirib, hozir endi kirdik menimcha bu temaga yana bir qatim mush vaqtda kelar gapda mushni yana bir qatim davomlashtiraylik. Bu tema shunga bilan yepilsin. Siz shuna vaqtingiz bormi? Hozir vaqtim bor. Shunda qilaylikmi? Chunki agar kitob anglag'uvchilar zerikmasinlar, uzun bo'lib ketdi, ammo muhim tema siz degandek cho'nqirlab kirmak lozim bunga. Nurg'ulg'an masalalarni garchi biz bu yerda oydinlashtirmasakmi, tarixda buni degan oydinlashtirilganlar adroq jipich bera olsak, buning o'zi cho'ng g'alaba bo'ldi men uchun. Menimcha bu cho'qim ichilish kerak. Ha, cho'qim ichilish kerak va xalqlar bunga tafakkür yurgizish kerak edi. Odatdagi fuqarolar qattiq qaymiqib ketdi, ilishib ketdi. Hatto Mamtumni buğranın ishidimi biz oldida so'zlab buni beshimiz qilib ko'targan vaqt bilan oqida kelib yana o'xshashlar buning qilgan ishi osmon zamin farq qilib tursa-mu, yana o'xshash maqtash bilan hep ma'lumotlarimizning o'zilab bu psixologiyaga sig'maydi, aqlga sig'maydigan bir ish-ku. Chunki mustaqillik degan bilan mustaqillik demagan vaqtda o'xshash bir odamni bizning qahramonimiz qilib olsak, mustaqillik degan vaqtini biz e'tirof qilgan taqdirda demagan vaqtini bunga tanqid berishimiz kerak. Bizda hatto mushaklik prinsip bo'lmasa, demak biz chiqib so'zlashimiz kerak, oydin qilishimiz kerak. Bu masala endi ichildi, shunga biz kelar qatim buni yana bir so'zlashsak, bu qatim hamsi mush vaqtimizni ochib bu programmamizga qatnashganingizga rahmat. Sizga rahmat va anglovchilarga rahmat. Mush vaqt xayrli bo'lsin. Kelar qatim ko'rishimiz. Mush vaqtda Mamtum Alapandi bilan qayta bir suhbat olib boramiz. Hammanglarga rahmat. Xayr xo'sh.